Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi jahon chempionatiga to'g'ridan-to'g'ri chiqishi uchun nimalar kelishi kerak? Keling, reallikka yaqin amalga oshishi mumkin bo'lgan ssenariyni ko'rib chiqamiz. Guruhdan ishonchli chiqish uchun arabliklar termasi ikkita vazifani bajarish kerak. O'zbekistonni 1-0 hisobida mag'lub etish kerak. Keyingi turda Qirg'iziston ustidan 1-0 yoki 2-1 hisobida g'alaba qozonish kerak. Shu bilan birga O'zbekiston terma jamoasi Qatarga qarshi yo durang o'ynashi kerak yoki mag'lub bo'lishi kerak. Aynan shunday holatda arabliklar ikkinchi o'rinni egallab jahon chempionatiga yo'llanma oladi. Arabliklar ikkita o'yinda ham g'alaba qozonib 19 ochko to'playdi va guruhda ishonchli ravishda ikkinchi o'rinni egallaydi. O'zbekiston esa ikkita uchrashuvda faqat bitta ochko yegadi va 3-o'rinda qoladi. Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi uchun jahon chempionatiga chiqish imkoniyati real. Ikkita minimal g'alaba va ular guruhda ikkinchi o'rinni egallab to'g'ridan-to'g'ri mundialga yo'l oladi. Barchasi jamoaning o'yiniga bog'liq. Siz bu borada nima deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.